Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz a'zolari. Bizlarni Shifo karvoni kanali orqali muntazam kuzatib kelayotgan aziz muxlislarimiz. Ayniqsa baliq ov ishqibozlari. Barchalaringizga 2025-yil yoz mavsumi muborak bo'lsin. O'zbekiston Respublikasida taqiq qo'yilgan, ya'ni baliq ovlashga cheklov qo'yilgan oylar o'z nihoyasiga yetdi. Barchalaringizga bu kun bilan muborakbod qilmoqchiman, chunki ko'p ovchilar sabr qilishdi. Davlatimiz qonunchiligiga itoat qilgan holatda uylardan chiqmadi. Chiqqan odam xususiy maxsus baqilgan ko'llarda baliq ovlab turishdi. Bugun mana iyun oyini boshida turibmiz. Ov mavsumi boshlandi. Shuning uchun butun O'zbekiston Respublikasida va bizni qo'shni Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya hududlarida kuzatuvchi barcha muxlislarimizga yangi mavsum muborak bo'lsin deymiz. Shu kunni munosabati bilan biz ham bugun ovga chiqqanmiz. Qadrdon akalarimiz bilan Anvarjon akam, A'zamjon akam bugun shu katta bir dengizga o'xshagan joyda ov qilmoqchimiz. Xudo xolasa natijalar bo'ladi degan umiddamiz. Endi kelib joylashdik. Kichkina karas sazanchalar chiqib turibdi. Odatdagidek mana do'nkani tashlab qo'yganman. Bugun ajoyib yangilik qildim. Bu degani hozir akalarim bilan ko'rishib turibman. Agar baliq meni qarmog'imga kelib diyetadaman desa, unga xamir tashlab qo'ydim. Yo menga qamish kerak edi, men o'txo'rman desa, qamish ham bor. Yo men makkani yaxshi ko'rardim deganga makka ham bor xudo xolasa. 3-4 xil yemni aralashtirib mana shu do'nkaga tashlab uloqtirib qo'ydim. Chuqurligi juda ham chuqur ekan. Mana shu deyarli 120 metrlik leskamiz yarimdan ko'prog'i cho'kib, taqriban 5 metr joygacha kelib qoldi. Bu degani juda ham chuqur. Otganim 50-60 metrga ketdi. Bugun xudo xolasa shu chuqurdan natija bo'ladi degan umiddaman. Bizni kuzatishda davom etinglar. O'sha men Abdurahmon domlaman. Shariat ahkomlarini shu keng dalada, tabiat qo'ynida zaruriy masalalarni gapirib, ovni shart-sharoitlari, halol haromligi, tartib qoidalarini kitobiy islomiy hujjat bilan gapirib keladigan Abdurahmon domlaman. Bizni o'zimizni ashaddiy muxlislarimiz bor. Kamchiliklarimiz bilan yaxshi ko'radigan, shu borimizcha qabul qiladigan muxlislarimizga Alloh taoloning ofiyati, rahmati, barakati bo'lsin deb qolamiz. Shu o'rinda bugun kam gapirib, xudo xolasa ko'p tabiat bilan sizlarni tanishtirmoqchiman. So'zimni boshida Hindiston davlatiga ketgan 30 dan ziyod bemorlar hammalari deyarli operatsiyadan chiqdi. Siz aziz muxlislarimiz bunga ko'p hissalarni qo'shyapsizlar. Sababi shu YouTube'ga qo'yib borayotgan ozgina ovlarimizni katta baholab, layklarni bosib, podpiska bo'lib, sizlar qo'llab-quvvatlayapsizlar. Shuning uchun bizni ovlarimizni 500 ming, 400 ming, 300 ming odam prosmotr bo'lib ko'ryapti-da, natijada shu ovni ichida Hindiston masalalari, bemorlarni telefonlarini aloqaga chiqib, nomerlarni qo'yib boryapman. Sizlar sababchisizlar. Doim aytaman, bu savob ishni ovchilar bilan birga qilyapman degan fikrni doim bildirib kelaman. Addallu bil khayri ka fa'ilihi. Bir yaxshilikka dalolat qilib qo'yish o'sha ishni qilgan bilan savobda barobar dedilar Rasulimiz alayhi salatu vassalom. Shu hadisi sharifga sherik qilgan holatda sizlarni yana shu Hindiston masalasida savob ishga chaqirib qolaman. Bizni qo'llab-quvvatlab turinglar. Kanalimizga hozir yangi issiq kirib kelgan odam a'zo bo'lib qo'ying. Bizda xudo xolasa albatta sizga foydali narsalar bo'ladi. Birinchi o'rinda baliq, qolaversa bir zaruriy masala, hech bo'lmaganda nima tashlashdi, qarmoqqa nima tashlashdi o'rganib borasizlar xudo xolasa. Mana bu xamir, oddiy o'zimizni kepak, un,
kukuruza, suhari, shuni masalan zaruratan bo'yla qilmoqchi bo'lsak, o'zimizni aptekalarda sotadigan mayin paxta bo'ladi. Paxta yoki ip. Mana hozir bunga ip qo'shib yubordim. Mana ko'rinayotgan bo'lsa. Sababi bu ko'proq turadi. Mana hozir uzilmaydi mana. Paxta aralashsa yoki ip aralashsa uzilmaydi. Tumaloq qilib kurchog'ida ochib bo'yla qilib tashlasa bo'ladi. Hozir men bu qarmoqqa bitta bo'yla qildim. Mana tashladim, mashinaga borib keldim, narsalarni olib kelib, xullas deyarli bir 40 minutcha vaqt o'tdi. 45 minut, 40 minutcha olib bir yemini ko'ray desam, bo'yla turgan ekan. Ya'ni hozir tayyorlandi. Ba'zilar endi qatirib bir haftadir, 10 kundir qatirib olib ketadi, u ham bo'ladi. Endi u ishonchliroq, uzoqroq turadi. Lekin mana bu nima deydi? Hozir zaruratan tayyorlangan bo'ylamiz ham 40 minut, 45 minutga yetyapti. Ya'ni o'sha mahsulotini qo'shish kerak. Paxta yoki mayin iplarni uzib xamirga qo'shib yorsangiz, bo'yla vazifasini bajaradi inshaalloh. Xo'p, kanalimiz a'zolari har holda zeriktirmayapti. Anvar akam anchayla ushlab qo'ydi. Kichik karashchalar, sazanchalar bo'p turibdi har holda. Maşallah. Xamirga uryapsizmi aka? Karasovi amir oviga aylanib ketishi ham mumkin. Boshlanishi ham. Ha. Bilib bo'lmaydi. Mana anchayla ushlab qo'yibsiz. Maşallah. Boriga baraka aka. Boriga baraka. Bu katta suvni balig'i ham shirin bo'ladi. Mana yerdan juda pokiza, juda ham muzdoq. Tabiiy buloqmi bilmayman, suv kiryapti. Biz esa kutyapmiz Xudo xolasa. Hozir bir yomoniga qatnashgani kelib qoladi-da. Inshaalloh. O tepa taraflarda ham ovchilar o'tiribdi, lekin ularda ham hozircha natija yo'q. O'la bey. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Kanal bormidi grupda? Ha, YouTube'danmi, qaysindi? Telegramda ko'rdim. Telegramda ham Shifo karvoni degan kanal bor. Shifo karvoni degan. Ha. O'shanga o'sha do'nglar bilan hojaka bilan gaplashmoqchi edim men. O'sha Abdurahmon hoji aka menman, domla. Ha, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Rahmat, Alloh bu qilayotgan ishlaringiz ilohim ajrini hamisha bu dunyoda ko'rishligingizdan qutulmayman sizdan. Amin. Amin. Bemalol ayajon, nima xizmat? Kasalligi bo'yicha 5 yildan oshiq davolanib yurdim. Ha. Sherigimi po'ki oqib ketuvdi. Menga kelib to'silib qoldi. Menga kelib qoldi. Po'kini olib borib berib xursand bo'lib qoladi inshaalloh. Bismillah. Mana hozir o'sha qilgan ixtiroyim bo'yla deyarli 1 soat oshiqroq turyapti. O'sha ipi bilan mana bu prujinaga osilgan nimamiz, makka ham bor. Mana qamish ham bor. Hozir bu yerga yana jida ilmoqchiman. Xudo xolasa amurga.
Tastalobga tayyorgarlik qildim. Mana hozir namozi peshin. Sazan, amurdan daraxt yo'q. Endi oq baliqqa bir harakat qilib ko'ramiz, xudo xolasa. Oq baliq shaloqlab o'ynayapti o'sha atrofda. Hozir rasak galasini ustiga tashlashga harakat qilaman inshaalloh. Ana bu yerda ham bir galani ko'ryapman. Tepaga o'tib ko'ramiz, xudo xolasa. Nimada yuribdi-yu? O'rtada. Bu yoqqa o'tib ketibdi oq baliqlar. Bu yoqqa o'tib ketibdi. Rasa ustiga tushdi. Hali ham cho'kyapti ekan. Tavakkal. Hozir bir ukamiz kelib qoldi. Qayerdansiz? Namangandan. Domla, sizni kanallaringizni kuzatib turamiz, obunachizman deyapti. Lekin juda ajoyib ov qurolini olibdi. Hozir bitta ilon boshi nimadir urdiringizlar mayli? Ilon boshi. Mashalloh. O katoga o'zidami? Ha, katoga o'zida. İp birga ketadi, ha? Ha, Plutonga chiqib ketadi birga. Buni nayzasi qayerda ekan? Bu ichiga joylashgan ekan, ha? Ha. O tayyor o'qlangan, ha? Tayyor o'qlangan hozir. O'qi nechta buni? 6 ta. 6 ta bo'lar ekanmi? Juda xavfli emasmi? Yo'q. Hech haligi nima shikast yetkazmaganmi? Yo'q. Bular rezina ekan, ha, bular? Voh, necha metr suvni tagidan uradi? Suvni nima tagida? Hozir bir yarim metr urdi. Yarim metrda urdimi? Yarim metrdagina urdi hozir. Ha. Endi oshig'ini bilmadim. Ammo uzoqligi 10 metr, 15 metrdagigacha uraveradi. Ha, 10-15 metrda uradi, ha? 15 metr uzoqligigacha. Mashalloh. Nech pul dedingiz pulini? 620. 620 ming. Qayerda ishlab chiqaryapti buni? Xitoymi? Xitoy bo'lsa kerak o'sha. Ha. Farg'onadan zakaz qildi buni. Dengier debdi-yu. O snayperi ham bor ekanda. Yo'q, bu lazeri. lazermi? Ha, lazer. Ha. Kechasiga ham ishlaydim. Kechqurunga ham ishlaydim. Ha. Kunduziga hojati yo'q, uncha. Kunduziga hojati yo'q. Mana, ehtiyot bo'ling bolalardan. Yosh bolalar berib olmaydi. Yo'q. Sog' bo'ling. O'ting Anjonga, mehmon qiling. Sog' bo'ling. Xo'p, salomat bo'ling. Xo'p. Ovlarimiz davom etyapti. Sherigimizda ikkita amur bor. Kichikroq ikkita amur oldi Azamjon aka. Tastalobga tashab qo'yganman. Hozircha natija yo'q. Anvar aka, nima gaplar? Karaschalar. Har zamonda karas ham chiqib
o'zi karaschadan sazanchanga aylanish kerak edi. Amurchaga. Ajoyib. Ajoyib miltiq olibdi ukamizni, rezinali. Ha, baliq otar ekan. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Ay yaxshi. Kechdan ko'ra hech, yo'qdan ko'ra zo'r deydi-yu. Joyda, qarang, joyda. Nahotki tortyaptimi? O'yda katta novvosalar yurtdan yomon ketadi. O'ni galasini ustiga tashab qo'ydim. Ash esnayotgan bo'lsa boshiga tashab. O'labey. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Alaykum assalom, rahmat. O'pkasida muammo bor edi ekan. O'pka. O'pkada muammo bor ekanmi? Ha, nafas olish qiynalib ekan. Ashunga suv tavsiya berdik. Ashunga nima deysiz? Hozir batdagi doktorlar nima tashxis qo'yapti ekan? Endi bilmadim endi. Ashu sizga telefon nomerini bersam, o'zingiz gaplashib. Ha. Bo'ldi. Mahallamiz ancha sharoit qiyinroq. Ashungacha yordam qilib, anaqa qilsangiz deb endi. Bo'ldi. Telefon nomerini berib sharoitlar ko'rganmiz, ashunga tavsiya qilib endi. Bo'ldi. Nomerni berib qo'yingchi, siz nomingizdan chiqsinchi, men tanishtirib. Holat qanaqa ekan so'raymizda. Xo'p, do'stlar, ovimiz davom etyapti, lekin bugun katta natija shu vaqtgacha bo'lmadi. Hozir atrofdagi ovchilardan kelib ko'rishib ham, gaplashib ham ketishdi. Eng yaxshi natija o'zi bizda ekan. Ha, Anvarjon aka. Karas, amur aralashtirib olindi. Bitta ko'rib qo'yaylik aka. Allohga shukr. Natija bor. Non do'shog'i ham non deydi. Ha. Endi mana yo'q emas. faqat biz o'ylagan kattasiga yetisha olmadik. Endi nasib. bu. Menimcha kattasini ushamaganimiz ham bir hikmat bor shekilli. Anvar aka. Hozir videoga chiqarib olsa, darrov ertaga bitta qalmoq 100 mingdan bo'ladi. Shuni ham hikmati bor shekilli aka. Avval kelganda 30 ming edi. Tasratib amurni ushlab olsalar 50 mingga chiqib qoldi. Hozir mayda domla ham 6 kiloligini ushlab tursa, itta kelsangiz 150 mingdan bitta aka qalmoq deb turmasa bo'ldi. Har bir ishda bir hikmat bor deydi-yu. Qandaydir tarz solib ham urmayapti. Juda ko'p yemlarni yedirib yordim to'g'risi. Bu do'nkamiz hanuz turibdi mana qoqqan qoziqdek bo'lib. Deyarli atrofda hech kim qolmadi. Ya'ni erta bilan kelganimizda adashmasam 5 ta odam sanadim xolos. Ular ham bu narigi tarafdagi kichkina suvga tashlashyapti. Kirish qismida bir 2 ta 3 ta akalarni ko'rdik. Ularda ham natija bo'lmagan. Kelib bizga shu karasimizga havas qilib ketdi-yu. Yaxshi opslar akalar deb. Ya'ni ularda karas ham yo'q ekanda. Mayli, eng muhimi dam oldik, do'stlar bilan ko'rishdik. Bir qancha bemorlarning ishlarini qo'ldan kelgancha hal qildik. Hindiston bilan O'zbekistonni bog'lab turdik mana erta bilandan shu vaqtgacha.
Mayli, hammasi shifo topsin. Mana e'tibor bergan bo'lsanglar, domla YouTubedan sizni o'g'laringizni ko'rib, telefon nomeringizni olib chiqyapmiz. Qashqadaryodanman, Qarshidanman, Surxondaryodanman, turli viloyatlar nomlarini aytishyapti. Bu yuqorida aytdim, sizlarni shu kanalni qo'llab-quvvatlab turganinglarning samarasi deyman. Chunki sizlar shu like bosib, podpiska qilib turmasanglar, ular qatdan ko'radi ular. Shuning uchun savob ishga hammamiz birga chiqqanmiz. Shifo karvoni hammamiz bilan karvon, xudo xolasa. Bir qanchalarni analizlarni Hindistonga yubordim. Qizil pasportlarni kutyapti, xudo xolasa. Ular ham shifo topib, karvonimizga yana bir qancha bemorlar qo'shilsa, shifo topganlar. Sizlar xudo xolasa shunga savobga sheriksizlar, xudo xolasa. Mana kichkina bo'lsa ham aka. Voh! Ashi bizda chiqib ketgani ham yo'q aka hozir. Hali osilsang balatdorga osil deb men kattasiga tashab qo'yibman-da aka. Xamirni ham go'ladi qilib aka. Qo'llayapti, qorakasiz hozir yemlaringizda. Hali yemni ko'rdingiz mana aka, menga tashlagandi. Makka ham bor aka. Xamir ham bor. Yem bor ekan, ko'rdim. Ha, Yeyman deb kelgan katta baliq albatta yeyish kerak, lekin kelmayapti. kelmayapti-da. Qamish ham bor aka. Jidani bargi ham bor. Hali diyetadaman. Sal quvvatim yo'q deydiganlarga hammasiga bordi aka. Yo'l topadigan holat yo'q o'zi. Yo'q, urish kerak. Qandaydir, Yeyish kerak xolos. ha, olmayapti. Olmayapti. Lekin ajoyib po'kti atrofida mana shu erta bilandan beri shu tasdiqlab aylanyapti, olmayapti-da u ham. Mayli, rizq Allohdan, xudo xolasa. Mana shu joyda bugungi ovimizni yakunlamoqchimiz. Agar hozir natija bo'lib qolsa, yana videoni yoqaman. Bo'lmasa, xayrlashganim shu. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, tabiatni pokiza tutinglar. Bilasizlar, bizni o'zbek xalqi eskidan, azaldan poklikni sevadigan xalq. O'zingizlar bilan kelgan har xil bakalashkaydi, salafanidi olib ketinglar. Tabiatni ehtiyot qilish siz bilan biz vazifamiz. Biz o'zimiznikini olib ketamiz aka. Bular bizdan oldin kelganlar kelganda. Ha? Masalan 150 ta ovchi kelsa, 150 ta baklashka deganida bu. 150 ta salafan degani. Bu tabiat ifloslanib ketadi-da. O'zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasida 91-moddada bor. Tabiatni ifloslantirish, noqonuniy o't yoqish, shunaqa tartibbuzarlik eng kam ish haqini 3 barobardan 5 barobargacha. Ya'ni mansabdor shaxslar bo'lsa 7 barobardan 15 barobargacha jarima belgilangan Ma'muriy kodeksda. Shuning uchun haligi nima deydi? Yangichasiga ham, eskichasiga ham tushmaydi bu. Ya'ni tabiatni ifloslantirish. Shuning uchun o'zingizlar bilan kelgan narsani olib ketsanglar yaxshi bo'ladi.